Darknet serial haqida gapiryapman sizlarga. Xo'p, birinchi savol, Darknet 7-qism qachon chiqadi? Darknet 7-qism, to'g'risini aytsam, sizlar bu videoni ko'rayotgan paytinglar, biz o'sha Darknet 7-qismni suratga olib bo'lgan bo'lamiz. Faqatgina u video shunaqangi masshtabli video va shunaqangi qiziqarli video bo'lganki, montajga sal ko'proq vaqt ketdi. Shuning uchun ham to 7-qismgacha sizlar mana shu videoni ko'rib turibsizlar. Va agar sizlar tezroq 7-qism chiqishini xohlasanglar, hozirroq like bosinglar. Va albatta 101 ming like va 22 ming yangi obunachi bizga kerak. Ya'ni Darknet 7-qism chiqadi deb so'rayotgan hamma obunachalarim uchun Darknet tez kunda chiqadi. Aynan qachonligini YouTube kanalimizda kuzatib borsanglar bilasizlar. Va ikkinchi savol, Sardorni so'rashyapti. Sardor qayerda? Sardor qayerga yo'qolib qoldi deb. Sardor hozir to'g'risi bu haqida men hech qanaqa ma'lumot berishni xohlamayman. Faqatgina mana shu Darknet 7 va 8-qism ketma-ket chiqadi. O'sha paytda ko'rib olasizlar do'stlar. Chunki ishoninglar, juda bir bomba bo'lganda yangi qism. Shu uchun like bosinglar. Xo'p, oxirgi savol berib bo'ldi. Keyin ketamiz. Uchinchi savol, 4 million obunachiga ham fan strecha qilasizmi deb so'rashyapti. Xo'sh, do'stlar, 4 million obunachiga fan strecha qilamanmi yo'qmi? Uni oldin 4 million bo'lgandan keyin bilib olamiz. Shuning uchun ham hozirroq obuna bo'lgan hamma obuna bo'lsin. Chunki 4 million obunachiga qancha? 400 qanchadir ming. Balkim siz videoni ko'rayotgan paytingiz o'sha undan ham kam qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirroq obuna ham bo'linglar. Всё.